Terrorizm haqida so'z ketsa, asosiy terrorchi bu G'arb. Oho, qo'ysangizchi. Yo'q, yaxshilab o'ylab ko'ring. 11-sentyabrni to'g'ri deb hisoblaysizmi? Xo'p, yaxshi. 11-sentyabrdagi portlashda nechta odam o'lganini bilasizmi o'zi? 3000 ga yaqin. Afg'onistonni bombardimon qilinishida qancha odam halok bo'lganini-chi? 15 mingdan ortiq odam. Bu ham faqat rasmiy xabar. Bu yerga 50 ming tonnalik portlovchi bombalar tashlangan, begunoh odamlar ustiga. Keksalar, ayollar, bolalar. Bularni bari Tolibon tufayli bo'lganda. Tolibonni o'zi qayerdan paydo bo'lganini bilasizmi? Sizni mamlakatingizdan Rossiyani zaiflashtirish uchun. Nima bo'lganda ham ular terrorchilarni yashirishgan. Ha-ya, aslida mavjud bo'lmagan terrorchilarnimi? Xuddi shu tarzda Iroqda ham yadro qurolini izlashgan. Iroqda qancha odam o'lganini bilasizmi? 50 ming. Ularni hozir ham qidirishda davom etishyapti. U yerdan hech nima topa olishmaganida Amerika bilan Angliya nima deganini bilasizmi?